Yerni 3 bor aylanib, texnik nuqsonlarga qaramasdan sog'-omon yerga qaytgan Jon Glen milliy qahramonga aylangan. U fazoviy poygalarda sovetlar bilan raqobat qilishda Amerikaning o'ziga bo'lgan ishonchini qayta tikladi. 2 yil o'tib, NASA Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligidan ketdi va Ogayo shtatidan senatga saylanish niyatini e'lon qildi. Senator sifatida u 24 yil mehnat qildi. Hayotimni yurtga xizmat qilishga bag'ishladim desam xato bo'lmaydi der edi u. Prezidentlikka sobiq nomzod Hillary Clinton Glenning vafotidan keyin Kapitoliyda uni birinchilardan bo'lib esladi. Do'stimdan, senator Jon Glendan, Amerikaning haqiqiy qahramonidan judo bo'ldik, dedi Clinton. 1998-yilda u yana fazoga qaytgan, 36 yillik tanaffusdan keyin. Discovery kemasiga minib, 9 kunlik parvoz davomida hamkasblari bilan vaznsizlik va uning yoshga ta'sirini o'rgangan. Samoga otlanishdan oldin u shunday degan edi: Rafiqam Annaga uylanganimda va'da bergan edim. Hayotimiz hech vaqt zerikarli bo'lmaydi, degan edi Jon Glen. Glen ko'plab mukofotlar sohibi. 2012-yilda prezident Barack Obama uni faxr nishoni bilan taqdirladi. Uning vafotini eshitgan Obama Glenni olim, muhandis va astronavtlarning bir necha avlodiga ilhom bergan bir inson edi deya xotirladi. Washingtondan Zlatitsa Hawk, Nasiba Tohir.